akalar shu bankka kreditga mashina olayotganinglarda yaxshilab o'ylab ko'rib olinglar. Misol uchun oynaga qarangda 5 yilga 6 milliondan 5 milliondan olamizmi desangiz, o'zingizga o'zingiz yaxshilab o'ylab. O'shanda yuragingiz yetadi-da. To'ylar bor, shukrona kunlar bor, choyxona bor, ma'rakalar bor, bolalar bor, oilam bor. Lekin 5 yilga 5 milliondan 6 milliondan undan ko'ra o'sha boshiga to'laydigan pul 3 ming, misol 4 ming, 5 ming pul bo'lsa, shu hamma boradigan yo'lga Matiz ham, Spark ham boradi. Shu BMW, Mercedeslar, Rolls-Royce'lar boradigan joylarga shu Matiz, Jigulilar ham boradi. Endi bitta kichkina maslahatimda, lekin bankka kreditga olishyapti-da, telefon qilib ukajonim sotib ber deyishyapti. Akalar, men qanaqa sotaman uni? Kimga aytaman? Misol uchun 300 million, 400 millionlik mashina, aka 200 million qarzi borsam ukam sog' bo'l deydi-yu, bozorchi ukalarimiz ham. Bor oladiganlar, endi arzon olib qolishsa siz bermaysiz, siz qarz bo'lib qolasiz. Undan ko'ra o'sha boshiga beradigan pulinglarga yaxshi Nexus 3 mi, Nexus 2 mi, Spark mi, Matiz mi zorini olib, chiroyli qilib olib, bunday yaxshi chexollarni taqib, hech kimdan qarz bo'lmasdan maza qilib yurganingizga nima yetsin? Joninglar sog' bo'lsin. Boringlarga shukr.